Assalomu alaykum zritellar. Bugungi obyektimiz yangi oldik. Bu obyektlarni tugatdik. Bu obyektga tushdik. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Generatorga aloqadamiz, vizitlar bo'lsa ham chiqaramiz. Biz hozir shu obyektni oldik. Eng katta obyektimiz bo'lyapti. Bu yerda 140 ta kvartira bor. Sizlarni hammasini bo'lsa, inshaalloh tartibda gaplashdik. Adresimiz Sharxonda. Sharxonda borasizlar. Bitta like bosib o'tib ketinglar. Hammanglarni kutib qolamiz. Azizlarni kommentariy yozib o'tinglar. Iltimos qilamiz. Yanada emas, endi xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Obyektlar bo'lsa, qanaqa sложный santexnikaga bog'liq hamma ishlar bo'lsa qila olamiz. Inshaalloh aloqadamiz. Mana bu sentralniy suvni albatta shtabni toplaymiz. O'zimizga endi atapleniylar bor. Atapleniylar yo'q. Bu yerda sushilka tashlab ketyapmiz. Har bir tomonga qo'yib Bunlardan sushilkalar ajratiladi. Bu yerdeki narsamiz var. Atapleniylarimiz bu yerdan tushadi qolgan bu lesvoda 76 turda kanalizatsiya uchun, oshxonani kanalizatsiyasi uchun. Usta bo'lsa, tavsiya qilamiz, lesvod ishlatinglar. Ishida o'qib yuradi. Kripleniyalarni chokki bilan klipsalarni mana shu qo'yyapmiz. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. 24 ga 7. Opsiyani o'ylab rahmat qilinglar.